O'sha endi kelishi mana orzu haqida gapirdingiz. O'sha odamni har bir odamni qalbidagi orzusi bo'ladi-da. O'sha orzu yashiringan bo'ladi. Ba'zi birlar aytadi, inglizda gap bor. If your dreams don't scare you, they're not big enough deydi-da. Ya'ni sizda orzularingiz sizni qo'rqitmasa, ular yetarlicha katta emas. O'sha nima deydi? Orzuyim, yoshligimdan orzuyim chet elda o'qish orzuyim bor edi. O'sha kinolar ko'rib, kitoblar o'qib, lekin haligini orzuyimni chiqarib etish, og'zimda gapirib chet elda o'qimoqchiman deb etishlik qanchadir juda ham katta narsa tuyulganda, shu impossible, ya'ni u narsaga erishish juda qiyindek. Men hayron qolganman rosti. Men endi sizdan yaxshi o'qigansiz universitetda. Men o'ylardimki, shu davlat organiga yoki umuman huquq sohasi bo'yicha O'zbekistonda ishlaysiz degan xayolda bo'lganman-da. Endi ong ostida shunday deb o'ylaganman. Siz Amerikaga viza oldim deb aytganingizda men hayron qolganman. Men uchun surprize bo'lganda. Shunday, ko'pchilikka endi o'sha orzu bor edi-da, zerikadek qalbim tub-tubida. Amerika deb, nima uchun Amerika degansiz? Mana o'qish varianti ko'p bo'lgan-ku. Yo'q, men uchun faqat Amerika option bo'lmagan, to'g'risini aytaman. Muhimi chet elda o'qish. Maqsadim chet elda o'qish edi. Ya'ni dunyoni ko'rish, boshqa davlatlarni ko'rib, ularni o'sha rivojlangan davlatga borib, ularning tajribasini o'rganish, ulardan qanaqadir yangi narsa o'rganish bo'lganda, dunyo qarashini kengaytirish. Koreya, Janubiy Koreyaga ham, ya'ni tanishlarimiz bor edi, akalarimiz o'qigan edi. Janubiy Koreyaga ham qiziqish bor edi. O'ylaganman, Janubiy Koreyaga topshirsam bo'ladi, Amerikaga topshirsam bo'ladi. Qiziqib turib, keyin Amerikani berishganda Amerika varianti bor edi. Concordiaga demak IELTS 6 bilan qabul qiladi deyishgan. Topshirganman. Agar bu bo'lmasa, Koreyaga ketsam bo'ladi deb harakat qilganman. Lekin o'shanda ham Amerikaga bor kuchim bilan harakat qilganman, shu viza intervyudan o'tish uchun. Taqdir ekan. Menda ham bo'lgan hozir Koreya deganingizga esimga keldi, hech qayerda hech kimga aytmaganman. 2014-yil bakalavr tugatgandan keyin men ustozim bor edi, o'sha ingliz tilidan IELTS tayyorlanib 2014 IELTS olganman dedim-ki, shunda topshirganman mana Koreyaga. Janubiy Koreyani Seoul National University deganiga topshirganman. Seoul National endi Koreyadagi eng number 1 universitetlardan, immuniy huquq bo'yicha o'shani huquq fakultetiga topshirganman. Kira olmaganman, отказ berishgan. Endi sabablarini bilmayman, lekin отказ berishgan, lekin o'zimizga ham topshirganman bir vaqtda. O'zimizni yuridik universitet magistraturasiga byudjet bo'lib qolgan. Birinchi o'rinda kirganman, byudjet bo'lib qolgan, keyin o'zimizda magistraturada o'qiganman. Koreyaga mana topshirganman. Qarang, Koreya ham yaxshi, hozir mana rivojlangan davlat. Endi shu aytdimki, menda ham chetda o'qish baribir odamda bo'lganda, yoshlikdan chetda o'qish. Chetda o'qish bilan hozir mana keldingiz, mana Amerikaga keldingiz. Nima sizni Amerikadagi tasavvuringiz, Amerikaga kelishdan oldin odamning tasavvuri bo'ladi, Amerika qanaqaligi haqidagi kinolardan ko'rib, o'sha tasavvurlaringizga Amerika hozirgi hayotda to'g'ri kelyaptimi? Endi ko'p narsa kutmaganman-da, ko'p narsa umid ham qilmaganman. Masalan, menda unday wow effekt bo'lmagan, lekin nima narsa bo'lgan, bitta narsadan men hayron qolganman. Bu yerda nimalardan homeless ko'chadagi. Endi men Kaliforniyaga kelganman, Kaliforniyada o'qiganman. Eng ko'p homeless San Fransisko, Los Angeles boy shaharlar, eng boy shaharlar, eng Kaliforniya, endi qisqacha ma'lumot uchun, Amerikada eng boy shtat. Agar Kaliforniya alohida davlat bo'lsa, iqtisodi Amerika, Germaniya, Yaponiyadan keyin 4-o'rinda bo'ladigan davlat bo'lardi-da. Shunday iqtisodiy kuchli davlat, shtat. Lekin shunday bo'lsa ham eng ko'p endi qaysi davlat rivojlangan bo'lsa, o'sha yerda hamma markazga boradi-ku. Shuning uchun menimcha homeless ko'p bo'lsa kerak. Havosi ham yaxshi. Havosi ham yaxshi. Keyin San Fransiskoning havosi juda yoqqan menga. Chunki bahor, yil 12 oy qor yo'q, bahor havosi. Okeanning oldida hamma narsa, bu yoqda o'rmon, bu yoqda okean, xohlasangiz bu yoqda lekka borsangiz qor bor yoqda. Taxol lekka borib, bu yoqda qor yog'adi. Taxol ko'liga borsangiz. Keyin shu narsa hayron qoldirgan. Juda ko'p keyin nima narkomanlar endi atrofda bilasiz, hidi anqib yotadi. Los Anjelesda ham shunaqa, San Fransiskoda ham shunaqa. Shu narsa hayron qoldirgan, lekin umuman kinodan ko'rgandek o'sha kutilmalarim olganman, haqiqatan o'sha narsalar, lekin unday juda katta unday wow effekt bo'lmagan.
Endi juda ko'pchiligimizda men o'zimda ham o'sha Amerika kinolarini ko'rib katta bo'lganmizda, Amerika deganda o'sha biz ko'z o'ngimizga Nyu-York keladi, Los-Anjeles keladi yoki Chikagoning baland binolari keladi. Lekin Amerikaning juda ko'p joylari bepoyon dalalar, daraxtlar, o'rmonlar. Hozir mana 3 kunlik Chikagodan Kaliforniyaga mashinada keldim. Road trip qilib mashina haydab keldimda, o'sha yaqin 3000 kilometrga keldim. Yo'limda chiqqanimdan boshlab hamma yo'q dala, hamma joy qir, adirlar, dalalar. Amerikada deyman juda ko'p joylari shunaqa, lekin kinolarda bizga faqat o'sha ko'p binolarni ko'rsatishganligi uchun bizning tasavvurimizda, men aynan tasavvurim shunaqa o'ylaganman. Amerikaning hamma joyi shunaqa Nyu-Yorkka o'xshagan baland binolardan iborat deb o'ylagan ekanman. Lekin kelib men to'g'ri gap, to'g'ri. Ajablanarli tomoni bu yoqda daraxtlar juda ham ko'p ekan, o'rmonlar ko'p ekan. Shuni asrab qolishgan ekan. Shunga ajablandim. Bitta shaharning o'zida ham rivojlangan baland zdaniyalar bir tomonda oddiy kichkina uylar, pastqam uylar, bir tomonda daraxtzor, o'rmonga tushib qolganday bo'ladi. San-Fransisko ayniqsa. San Fransiskoning markazida. Xuddi aytganingizdek, downtownda borsangiz baland binolar, sal Delhi City pastroq tushsangiz, oddiy pastqam mahalla uylar. Hamma shahar shunday mana. Los-Anjelesda ham shunday. Chikago ham shunaqa edi. Nyu-York biroz endi unday mahallalar kamroq bo'lishi mumkin, bilmadim, lekin men kam vaqt bo'lganim uchun yaxshi bilmasman. Nyu-Yorkda ham aylanganmiz, u ham shunaqa, Nyu-Yorkda o'sha ya'ni shahar markazi, downtown deydi, u atroflarida baland binolar bo'lsa, chekkalari o'sha 2 etajli, ko'proq endi bari bularda kvartiralar ko'p etajli binolar. Lekin bitta narsa qoyil qoldirgan zo'r bog'lar, katta bog'lar hamma shaharda bor. Nyu-Yorkda ham park bor, nimada ham Central Park bor, San-Franda ham katta park bor. Chikagoda ham Grand Park bor. Golden Gate Park bor bu yoqda. Juda katta joy, odamlar shanba bor. Dam olgan, yo tabiatan bor, bizonlar yuradi atrofda tomosha qilib. Nima qilasiz? O'yin o'ynayotadi, boyagi tennis o'ynaysiz, dam olasiz. Nimani ustida amerikancha dam olishdan u grass, yam-yashil maydon ustida yotib piknik qilib. O'sha asosiy piknik. Oila bilan vaqt sarflash. Keyin endi mening fikrim Iskandar nima bo'yicha hozir aytdim, homeless, uysizlar bo'yicha. Shuma bitta shunday nimaga keldim, bu yoqqa kelgandan keyin uysizlik borki, homeless. Ko'pincha tanlov. Bu yoqda ular o'sha narsaga tiqilib qolmagan, misol uchun. Bu tanlov deb o'ylayman-da. Chunki ozroq harakat qilsa Amerikada, hech bo'lmasam sota ololmasangiz ham rentga, mana asosan ko'pchilik rentga yashaydi. Ijaraga uyga olib, bitta xonani hech bo'lmasam kichkina xonani olib, yashab, ishlab kunlik oziq-ovqatingizga yetadigan, misol uchun sharoit qilsa bo'ladi-da. Lekin shu uysizlar umuman menimcha ular o'zlari xohlamaydi. Men shunday deb o'ylayman. Yoki ayrimlari, endi hammasi emas, ayrimlari shu addicted bo'lib qolgan anaqaga, drugga yoki har xil narkomanlar, narkotiklar yoki boyagi nimalarga. Qolgan uysizlar shu menimcha o'zlarida o'sha hayot yo'lini tanlagan deb o'ylayman. Oson. Masalan, bitta latifa borku, Afrikada bir qora yigit banan tagida yotsa, bir kishi kelibdi-da, turib undan ko'ra yotmasdan boshing tagida banan turibdi, shuni olib borib sotib nima qilsam bo'lmaydi, biznes qilsam bo'lmaydi, deb keyin nima qilaman desa, banan sotasan, biznes qilasan, keyinchi puling ko'p bo'ladi, uy olasan, mana keyinchi, keyin maza qilib dam olib yotasan desa, hozir qilib nima qilib yotaman deydi-ku. Xuddi shunday ularda shu dam olib yotib nimasi qorni to'yadi. Har kuni misol uchun bitta o'zbek yigit video qilib chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz, tilamchilarni ish pul topadi. Chikagoda adashmasam, sovuq edi, eslayman. Bilmadim, ha. Qancha qilgan u bola. Shu kuniga-da misol uchun o'sha narsa bemalol yeb ichishiga yetib ortadi-da. Bu yerda ham shunday. Ko'chada ba'zan ko'raman, ko'chada pul yotadi. Hech kim olmaydi, masalan, tangalar yotadi, misol uchun. Juda ko'p guvoh bo'lganman. Keyin non yotadi. Bir marta o'zim bilan bo'lgan holat. Nima oldimda bitta yeydigan asartik, go'shtlik asartik ko'chadan yeyish uchun oldimda. Bilmadim-da, olgandan keyin ko'rdim, ichida ham bor ekan. Olgandan sotib bo'lgandan keyin ko'rdim, ichida cho'chqa go'shti aralashgan ekan. Asart ichida mol go'shti ham bor, o'rdak go'shti ham bor, cho'chqa go'shti ham bor, asartik. Keyin olgandan keyin bildim, keyin qaytib borib nima qilish
o'zim yeb ko'rmadimda, keyin ko'chalarda homeless bor ekan, o'shanga berdim yeydi deb. Keyin ketdimda, keyin uzoqroqqa borib, bundan orqaga qaradim, o'shani yemadi, oldida qaramadi ham, tashlab yubordi. Bu o'shandan keyin shu qarorga keldim. Bu homeless Amerikadagi uysizlar, bu tanlov ular, ular misol uchun ochlikdan, imkonsizlikdan holatga tushib qolmagan. Chunki ozgina harakat qilsa, erishsa bo'ladi-da hamma narsaga. Juda imkoniyat, sharoit ko'p-da. Ayniqsa Kaliforniyadagi shtatlarda hamma sohada, har qanday sohada ishlasa, oddiy misol kuniga 5-6 soat mehnat qilsa ham imkoni bor-da. Yashash sharoitini imkon qilsa bo'ladi menimcha. Shuning uchun men shu tanlov degan xulosaga keldim. Men balki men noto'g'ri aytayotgandirman. Endi erta har xil turdagi odamlar bor-da. O'sha bir eslayman 2009-yilda shu bir do'stimiz orqali Google'ga San Fransiskoda Google ofisiga kelganmiz. Shu yerda bitta San Fransiskoda tug'ilib katta bo'lgan bola bor ekan, injener ekan, ishlar ekan. Shu bilan suhbatlashib qoldik-da, orada o'sha qani yurishga chiqqan edik okeanda oldiga. Yuribmiz, ko'rdim, homelesslar ko'pda, ya'ni o'sha bo'lmishlar, uysiz odamlar yo'llarda o'tiribdi, yotibdi, ovqat yeyapti, boshqa qilyapti. O'shanda so'ragan edim. Nega San Fransiskoda juda chiroyli shahar ekan, menga yoqdi, lekin nega buncha uysiz odamlar ko'p, homelesslar ko'p deganimni aytgan edi. O'sha adashmasam 90-yillarda dedi, San Fransisko katta shu psixologik kasalliklar kasalxonasi bo'lgan ekan, katta hospital bo'lgan ekan, o'sha yopilgan. Davlat tomonidan moliyalashtirib turilgan joy yopilganda, o'sha joydagi hamma kasallar tashqariga chiqarilgan. Mana shularning juda ko'pi hali ham shu shaharda yashab yuradi. Ular psixologически sog'lom emas deb aytgan edi. Juda ko'pini. Endi ayrimlari bor hatto. Ayrimlari shunaqa bo'lishi mumkin. Ayrimlari o'sha uyini yo'qotgan yoki qanaqadir depressiyaga tushib yoki hukumatga qarshi norozilik sifatida ishlamayman, soliq to'lamayman deb turib, shu hayot tarzini tanlagan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha Kaliforniyalar bilaman, o'sha o'zlarining programmalari bor. Bular uchun uy qurib berishadi. Uy qurib berib, olib borib o'sha yerga joylashadi. Bular ya'ni hayotga qaytarib, ya'ni jamiyatga qaytarib qo'yish uchun harakat qilishadi. Bizda uni odam kimlardir qamalib chiqadigan bo'lsa, rehabilitatsiya deydi-ku. O'shalarni qaytadan nimadir yangi bilimlar o'rgatib, hunar o'rgatib turib, yana jamiyatga qaytarish. Bu yoqda shunaqa programmalar bor. O'shalarga uy qurib berishadi va jamiyatga qaytarish uchun qanaqadir ishlar o'rgatishadi. Lekin eshitaman, juda ko'pchiligi o'shanda ham xohlamas ekan. O'sha uydan ketib qolar ekan. O'zi erkin bo'lish xohlaydi-da. Shuni aytayapman-da, menimcha ham shunisi. Tanlovda. Tanlov juda ko'pchiligida. Ham bu yoqda misol ko'chada yotsa, kelib birov bezovta qilmaydi-da, erkinda. Nima uchun bu yerda yotibsan demaydi, agar birovni shaxsiy mulkiga daxl qilmasa-da. Shuning uchun menimcha ko'proq